Assalomu alaykum barchaga. Mana navbatdagi tarozimiz Namangan viloyati Namangan shahriga o'rnatdik, xudo xolasa. Mana tarozimiz sammoyga ishlaydi. Bu kamerada shunaqa ko'rinyapti, attak. 5000 pul so'rayapti. Hop. 15000 pul so'rayapti. Knopkani bosdik, pulni soling. Birinchisi bekat. Men o'zim hisob beryapman. Mana 5000 so'ldik, 10000 qoldi deb ko'rsatyapti. Qarangni bilasanmi? Ha, bilaman. Hozir qilib qolyapti. Davr yetib qolyapti o'z tuqulab. 5000 so'rayapti yana. Hop. 5095 kilo. Chek chiqyapti. 2200 Qo'chini ochildi. Qochini ochildi. Qo'chini ochildi. Tarozini mana o'rnatib bo'ldik. Faqat pulga ishlaydi sammoy apparat bilan.